Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun asalning sog'lomlikdagi foydasi yoki asalning shifoliq roli degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Men bu leksiyada asosliqi mushu asalninki qandaq shifoliq roli borligi, ya'ni sog'lomlikda qandaq foydasi borligi, qandaq ziyni borligi to'g'risida qisqacha bir tushuncha berib o'tmoqchi. Tövəndə diqqətinizlər bu leksiyanın təfsilatında bo'lsin. Asal ərisiningki gül şirnisini iste'mol qilib ajratib chiqargan tatliq suyuqlik bo'lib, asalning asosli tarkibi shakar. Asalda shakardan boshqa yana amino kislotasi, vitaminlar, mineral moddalar, tömür, sinek və oksidlashqa qarshi turg'uchi qatorliq sog'lomlikqa foydali moddalar bor. Kishilar asalni tabiiy tatliq yemaklik sifatida ishlatgandan boshqa, uni yana yalliq qaytirish, oksidlanishga qarshi turish va bakteriyaga qarshi turish dorisi sifatida yo'talni, kuyikni va jarohatni davolashga ishlatadi. Asalning taxminan 320 xil turi bor bo'lib, uning rangi, purqi va ta'mi har xil. O'xshamagan asalning sog'lomlikdagi foydasimi farqli bo'ladi. Ya'ni asal demak, u yolg'iz bir xil mahsulot bo'lib, nurg'un kasalliklarga shifoliq dori bo'lmasdan, balki uning foydasi shu asalning turlariga, ya'ni qaysi xil asal ekanligi bilan zich munosabatlik. Ba'zi asallar yuqorida men deb o'tgandagidek bir nechta tarafda alohida shifoliq roli bo'lishi mumkin, lekin yana ba'zilarining unchalik shifoliq roli bo'lmasligi mumkin. Shunglashqa bu yerda asal deyish orqali hamma asalga o'xshash qarasak to'g'ri bo'lmaydi. Asalning kelish manbasi, ya'ni uningki tabiiyligi, qanchalik ish qo'shganligi bizningki bu sog'lomligimizdagi foydasi bilan nihoyatda zich munosabatlik. Shunglashqa asalni tanlagan vaqtida albatta shu asalningki turlariga qarab ishlatsak bo'ladi. Undaqda bu asalning sog'lomlikdagi foydasi yoki kasal davolashdagi shifoliq roli nimalardan iborat degan vaqtida, amma yuqorida deb o'tgandek asalning turlari nihoyatda ko'p bo'lganligi uchun hammasininki o'xshash shifoliq roli bo'lishi notayin. Lekin men bu yerda tilga olganlarimning hammasi asosliqi eng sifatlik, ya'ni eng shifoliq deb qaralgan asallarninki sog'lomlikdagi roli bo'lib, ularning birinchisi asalning yurak qon tomir kasallariga bo'lgan foydasi. Ya'ni asal tarkibidagi oksidlanishga qarshi turg'uchi moddalar yurak kasalining xatarini tuvaltishi mumkin. Ikkinchisi, yo'talni, nafas yo'li kasalliklarini davolashdagi shifoliq roli. Tadqiqot natijalariga asoslangan vaqtida evkalpit asali, stress asali va labiata asali, ya'ni bu asal harisiningki qabul qilgan shirnisninki manbasi, ya'ni gul chechaklarninki ismi ekan. Men bularni uyg'urchadagi ismini bilmaganlik uchun shu Google tarjimon bilan bevosita tarjima qilib shu bo'yicha oldim. Bu o'simliklarning ismini aslidagi inglizcha bo'yicha tarjima qilibdi. Ya'ni shu o'simliklarniki, gulchechaklarning shirnisini qabul qilish orqali chiqarilgan, ya'ni ajratib qolgan asal nisbatan eng sifatlik shu kasallarni davolashda eng shifoliq asal deb qaralgan asal bo'lib, bu yuqori nafas yo'li yuqumlangan va kechida jiddiy yo'talga giribdor bo'lgan bir qism bemorlarga alohida unum bergan. Bu rasmiy ilib berilgan bir ilmiy tadqiqotninki
natijasi. Uchinchisi, jarohatni davolash jihatdagi foydasi bo'lib, tibbiy o'lchamga yetadigan, ya'ni sifatlik asal jarohatning asliga kelishida shifoliq rol o'ynaydi ekan. Bumu bir ilmiy tadqiqotningki natijasiga asosan chiqarilgan yakun. To'rtinchisi bo'lsa, yana asalningki sog'lomlikka foydasining to'rtinchisi bo'lsa, oshqozon, uchay kasalliklariga bo'lgan foydasi bo'lib, tadqiqot natijalariga asoslangan vaqtida asalning oshqozon, uchay yo'li kasalliklari sababidan kelib chiqqan ich surishni davolashda foydasi bor ekan. Beshinchisi, ro'y sog'lomlikqa bo'lgan foydasi. Ya'ni asalning ro'y sog'lomlikqa bo'lgan foydasi bo'lib, tadqiqot natijalariga asoslangan vaqtida asalning tushkunlashish va tashvishlanishga qarshi turish roli bor ekan. Oltinchisi, nerv kasalliklariga bo'lgan foydasi bo'lib, tadqiqot natijalariga asoslangan vaqtida asalning tutqoqliq kasalning va esda tutish qobiliyatining, ya'ni unutqoqlikningki kelib chiqishining oldini olishda alohida roli bor ekan. Bularning hammasi shu ba'zi ilmiy tadqiqotlar orqali chiqarilgan yakun bo'lib, men yuqorida deb o'tgandagidek, hamma asalning bu shifoliq roli bo'lishi notayin, lekin bir qism alohida sifatlik yoki tibbiy shu sifat o'lcham jihatda tibbiy dori o'lchamiga yetgidek ba'zi asallarniki yuqorqidek alohida shifoliq roli yoki foydasi bor. Mana bular shu yuqorida men deb o'tgan ilmiy maqolalarningki o'rnaklari bo'lib, qiziqqan qarindoshlar buni to'rdan izlab ko'rib baqsa bo'ladi. Sol tarafdagisi shu asalningki shu klinikalik tadqiqotningki bir umumyuzlik bayoni, o'ng tarafdagida bo'lsa shu yuqori nafas yo'liga, asalning yuqori nafas yo'llaridagi ba'zi kasalliklarga bo'lgan foydasi. Bumu shu sol tarafdagisi asalningki shu jarohatni davolash jihatdagi foydasi to'g'risida ilib berilgan tadqiqotningki natijasi, yana shu to'g'risida yozilgan maqola. O'ng tarafdagisi bo'lsa, shu asalningki kichik bolalardagi yo'talni davolash to'g'risida ilib berilgan tadqiqot natijasi. Men yuqorida deb o'tgandagidek, agar qarindoshlar qiziqsa, bu maqolani shu Google'dan izlab tepib ko'rib baqsa bo'ldi. Yuqorida men asalningki shu shifoliq rol to'g'risida qisqacha to'xtalib o'tdim. Undaqda bu asalning hammasi foydaliqmi? Har qanday odamga shundaq shifoliq roli bormi? Yoki biz asal iste'mol qilgan vaqtda nimalarga diqqat qilamiz? Yoki asalning qandaq aks ta'siri, ziyni bor degan vaqtida asalning tövendikidek aks ta'siri bo'lishi mumkin. Ya'ni asal tabiiy tatliq ozuqlik modda bo'lib, u yo'tal va kichik jarohatlarni davolashda garchi bexatar bo'lsa-mu, ammo ba'zida yomon oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Birinchisi, 1 yoshdan kichik bolalarda asal oz uchraydigan, ammo ig'ir darajadagi oshqozon, uchay kasalliklarini keltirib chiqarishi, kichik bolalarda zaharlanish paydo qilishi mumkin. Buning oqibati ba'zida nihoyatda yomon bo'ladiganligini ba'zi mutaxassislar o'zining ilmiy tadqiqoti orqali isbotlab chiqqan. Ikkinchisi, ba'zi kishilar asal tarkibidagi ba'zi moddalarga bo'libmi hari chechikligiga reaksiya qiladigan bo'lib, oz uchraydigan, ammo ig'ir darajadagi ba'zida ajallik bo'lgan oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Bumu ilmiy tadqiqotga asosan chiqarilgan yakun. Uchinchisi, qondagi shakar moddasini oshirib o'tishi mumkin. Ham shundaqla diabet kasaliga
diabet kesili borlarga mos kelmasligi mumkin. Shunglashqa biz bu yerda bu asalni qarisiqla kelsa, diabet kesili borlarga tashabbus qilmasligimiz mumkin. Chunki uning asosli tarkibi yanada shakar bo'lg'achqa, diabet kesili borlarga mos kelmasligi bu aniq. Bugungi bu "Asalning shifoliq roli" degan qisqa leksiyani shu yerda oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglar ko'p rahmat. Eee, Alloh hammamizni sog'lom qilsin. Biz mushu asalninki shifoliq rolini bilgan vaqtida, uningki ba'zi kishilarda yomon ta'siri borligini unutilib qolmasligimiz kerak. Eee, Oxirida hammanglarga Allohdan salomatlik tilayman. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr-xo'sh.